Dodam, qo'ylarda Qirg'iziston qo'ylariga yetadigani yo'q. Qazida qazi markaz qazilariga yetadigani yo'q. Qazi deganlar menimcha bu do'konni tanimagan odam bo'lmasa kerak. Biza hozir qazichilar mahallasidamiz. Ibrohim akamning do'konlari. Mana Qazi markaz. Qani yuringlar, ko'ramiz. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Ibrohim akam aytayaptilar, sizlardan Qirg'izistonning qo'zilarini olib turib katta qilgan odamlar. Agar so'yiladigan qo'chqorlar bo'ladigan bo'lsa, olib kelishsin, biz o'zi chiroyli narxda sotib olamiz. Nasiyaga emas, naqdga sotib olamiz deb kelishib oldi. Qirg'izistonning qo'yini go'shti zo'r bo'ladi deb biz uni bilamiz. Biz xalqqa yedirsak, xalq duo qiladi bizga. Bu do'konda o'g'illarim ishlaydi. O'shalardan xabar olgani keldik. Uyaltirishmayaptimi? Yo'q, uyaltirishmayapti. Bolalar baraka topsin, rahmat. Xizmatimizni qilishyapti. Abdulbosit o'g'lim, Abdurazzoq o'g'lim ham shu yerda xizmatda. Keladigan bo'lsanglar, sizlarni kutib olishadi. Direkam o'zlari keldilar. Sizlar qachon kelasizlar? Yo'q, hali o'ylab o'tiribsizlar, qayerdan olsam ekan deb. Qazi markazdan-de.